Xitoyning mashhur Greenleaf kompaniyasi O'zbekiston bozoriga kirib kelganiga 4 yil bo'ldi. Shu qisqa davr ichida kompaniya ekologik toza mahsulotlari bilan iste'molchilarning ishonchini qozonishga ulgurdi. Qolaversa, ko'plab ayollarning moliyaviy erkinlikka chiqishiga sabab bo'ldi. Kuni kecha poytaxtimizda Greenleafning 4 yiliga bag'ishlangan forum bo'lib o'tdi. Tafsilotlar bilan Nozima Mamatova tanishtiradi. 4年前的今天，我们只有200个人开会，4年以后超过1万人参加大会。 insonlarni baxtliroq, sog'lomroq, go'zalroq va boyroq qilish bu Greenleaf korporatsiyasining asosiy missiyasi. Kompaniya 1998-yilda tashkil topgan bo'lib, 18 yil Xitoyning ichki bozorida faoliyat yuritgan. O'zbekiston bozoriga kirib kelganiga esa bugun 4 yil bo'ldi. Shu qisqa davr ichida kompaniya mamlakatimizda ekologik toza mahsulotlari va zamonaviy yashil texnologiyalari bilan iste'molchilarning e'tiborini qozonishga muvaffaq bo'ldi. Avvalo kompaniyamizning samarali faoliyati sabab o'tgan 4 yil ichida 10 mingta ayol ish bilan ta'minlandi va yana 100 mingga yaqin oilaning moliyaviy imkoniyati yaxshilandi. Greenleaf kompaniyasida hozirda 5 mingdan ortiq mahsulot turlari mavjud. Ularning deyarli barchasidan o'zbekistonliklar foydalanib kelmoqda. Kelgusida bozor iqtisodiyoti talabini o'rganib, qo'shimcha investitsiya kiritishni reja qilyapmiz. Ya'ni yaqin 2-3 yilda 20-30 ming balki undan ham ko'proq ayollarni ish bilan ta'minlash, qo'shimcha daromad manbaini yaratishimiz mumkin. O'zbekiston bozorida turli loyihalarni amalga oshirib kelayotgan kompaniya mahalliy hamkorlar bilan birga yashil iqtisodiyot konsepsiyasini hayotga tatbiq etishga ham hissa qo'shmoqda. Hozirgi kunda menejer statusiga ega bo'ldim. Daromadlarga chiqdim, sayohatlarga bordim. Navoiy viloyatida yoki tartibdagi tadbirkorlik asosida Greenleaf kompaniyasining ishonchli vakili sifatida bugun reklama menejerligini yurityapman. Bu o'rinlarni yaratganligimiz sababli do'konlarda, savdo rastalarida, qolaversa xizmatlar ishonchli bo'lgan shoxobchalarimizda faoliyat yuritadilar. Quvonarlisi kompaniyaning samarali faoliyati sabab bugun ko'plab ayollarimiz o'zining shaxsiy daromadiga ega bo'lmoqda. Greenleafning O'zbekistondagi 4 yillik yo'li shuni ko'rsatdiki, yashil texnologiyalar faqat biznes emas, balki bizning kelajagimiz uchun qimmatli sarmoya. Demak, barqaror hayot sari qadamlar allaqachon tashlangan. Nozima Mamatova, Sirojiddin Hoshimjonov, Abdulaziz Abdusamatov, Hudud informatsion dasturi uchun.